год, 10 апреля, значит, поступает к нам, обращается к нам больной. Сколько лет? 6. Ну, 6 лет. Да, 6 лет. И у них порэнцефальная киста. Сейчас они их ввели в операцию нейрохирургическую, чтобы поставить шунтирование, произвести шунтирование головного мозга. Вопрос задает, нужна ли операция сделать, во-первых, и сейчас по-узбекски тоже расскажу. Во-вторых, это насколько это опасное заболевание. Значит, узбекче gapiraman. Demek bemor bizga demek 2026-yilda 10-aprel kuni kelyapti. Bular o'sha biz vrachimizdan telefon qilib so'ragan. Boshda kistasi bor, shunt qo'yamiz deyapti yoki boshqacha neyroxirurgik muolaja o'tkazamiz deyapti va shuni qildirsak bo'ladimi deb. Albatta hozir juda ham zamonaviy neyroxirurgik operatsiyalar kuchayib ko'payib ketgan. Masalan, o'sha nima deydi, lazerni nasechka qilib kesib qo'yamiz deyapti. O'sha kichkina o'zbekcha oddiyroq qilib aytaman. O'sha endoskopik nima bilan nima deydi, kirib borib shu o'sha yo'llarini, cerebrospinal yo'llarini ochib qo'yamiz deyishyapti. Lekin eng yaxshi operatsiya bu amalga oshirilmagan operatsiya. Agar hayotga xavf tug'ilsa, albatta buni qilish kerak. Lekin hayotga xavf tug'ilmasa, uni faol kuzatib turiladi. Xo'p, hozir bu operatsiya qilish kerakmi, qilish kerak emasmi? Birinchi, bunaqa kistalarning 3 xil varianti bor. Hipotenziv varianti, normatenziv varianti va gipertenziv varianti. Gipertenziv variantida albatta qilinadi. Normatenziv variantida qilinmaydi. Gipotenziv varianti shu qilingandan keyin miyadagi bosim kamayib ketishi hisobiga bo'ladi. Kecha bitta bemorni ko'rsatdik, shu gipotenziv varianti bilan shu muammoga kirgan. Sen aytganing гипотензивная гидросефалия deydi. Значит, еще раз расскажу. Здесь они спрашивают, нужно ли оперировать. Оперировать не надо, если нормотензивные. Есть 3 варианта кисты. Нормотензивный, гипертензивный и гипотензивный. Значит, вот здесь киста. Вот эта киста лобно-височных отделов, затылочных, достигает до затылочной, доходит до затылочной доли и осложненным масс-эффектом. Что такое масс-эффект? У этого ребенка это было, значит, гипертензивное состояние, и вся вот эта ткань головного мозга сжалась. То есть было гипертензивный случай. Это сегодняшняя томография, правильно? Demek bu bugün nima tekshirganimizda tomografiyada bu kistani bosimi oshib bu yerda surib qo'ygan. Surib turib o'shida mass effektida hamma narsasini bir tomonga surib qo'ygan. Mana ko'rib turib. Agar shunaqa holat bo'lsa, operatsiya qilinadi deydi. Lekin hali bu tugal fikr emas. Tugal fikrni ma'nolarga solishtirib qilamiz. Endi ikkinchi savol ham bor ekan. Xo'p, endi mana 128, 72, 177. Buni qachon qildi? 2024-yil qilinganda qanaqa bo'lgan desangiz, 2024-yilda mass effect bundan ham kuchli bo'lgan. Tushundinglarmi? Shundan ham kuchli bo'lgan. Shuning uchun bu yerda hozir shuni qo'ysa, mana orqaga qaytadimi? 3 oy o'tib ketgan bo'lsa qaytmaydi. Chunki miya o'sha bu joylari qattiq bo'lgan. Bu holatga miya moslashib bo'lgan. Endi buni qani xulosasi manami? Yo'q. Qani buni xulosasi. Xo'p, endi manoni qachon qildi? Qachon?
3-4 kun oldin Nukus taqildi. 3-4 kun oldin. Nukus. Bu yerda ham mana miyani qorinchasi bir tomonga qisilib yotdi. Ko'rdinglar? Miyani qorinchasi qisilib yotdi. Başı 2 yil avval ekan. Здесь идет гипертензивный вариант, и здесь оно как бы сжимает желудочки головного мозга. Но при сравнении оно не прогрессируется, и никаких клинических проявлений нету. Solishtirishda shu narsa aniq bo'lyaptiki, bu yerda bu narsa vaqt o'tishi bilan kuchaymayapti va hech qanaqa klinik o'zgarishlar bermayapti. Endi bola yiqilib tushsa-chi? Yiqilib tushsa muammo. Chunki piyoladagi suv chayqalganini ichadi. Они задают вопрос: если упадет, что будет? Если упадет, проблема. Потому что у нас был случай, такой ребенок очень хорошо лечился до 8 лет, и потом его толкнула, значит, другая внучка от другого сына. То есть в одном холле или в одном доме жили двое братьев, и старшего братья, значит, ударила и толкнула ребенка. После этого они лежали 2-3 дня в реанимации, потом привели, тогда у них было кровоизлияние здесь, но все равно они не хотели сделать вмешательство, и у нас лежали около, значит, 1 месяца и вылечились полностью, ушли. Значит, здесь толщина коры головного мозга меньше 1 миллиметра, возможно, даже нет. Только осталась оболочка. Bu yerda bosh miyani po'stloq qismini qalinligi 1 millimetr ham emas, bu qog'ozchalik ham emas. Tushundingiz? Ehtimol даже u ham yo'qdir. Faqat miyani qolgan holat. Albatta bu yeriga yiqilib tushsa, yiqilibdi bolasi bu yerda muammo kelib chiqishi mumkin. Lekin hozir bormi? Hozir yo'q. Avval qanday bo'lsa shunday turibdi. Chaqalganda albatta bu yerda suv chaqalganda og'ir berishi. Lekin bola soppa-sop gapiring, nima shikoyatingiz bor? Shikoyat. Yiqilgandan keyin boshimda og'riq bo'lyapti, boshqa hech qanaqa muammo. Faqat boshimda og'riq bo'ldi deyapti. Lekin bu og'riqlar qachon yiqildi? 30-martda. Necha kun bo'ladi unga? 10 kun, 11 kun. Pakoy bersa, boshqa bersa bo'ldi, muammo yo'q. Kravizliyani, boshqa uzru balobatlarlar yo'q. Avvalan Mass Effect bo'lgan, hozir ham Mass Effect bor. Shu razmerlari ham 10,5, 7,1, 112 ekan. Shu 3 ta razmer bergan ekan. 10,5, 7,1, 11,2. Qo'shib qo'ydim. Onun da kichikroq bo'lgan ekan. 288 chiqdi, biz 300 millimetrga ko'paydi. 3 millimetrga. 3 единицаga. 3 единицаga ko'paydi. Endi bu xalq o'lchashga ham bog'liq. Ha, apparatlar boshqa. Endi yana bir oydan keyin kelasiz, nima qilamiz? Davolab qo'ying. Mana bu joy meni o'ylantirib qo'yapti, mana bu joy. Lekin bu joy to'g'risida hozir maslahat so'raymiz yana. Ko'ryapsan mana. Lekin bu opisaniyada yo'q, lekin mana bu joyda ham bor ekan. Bor ekan, lekin bunga hozir vrach chaqirib bir qator biz utachingni qildiramiz. Lekin buni dori bilan davolasa bo'ladi. Mana bu joyda qarab, mana juda ham kuchli Mass Effect bergan bo'ldi. Bu avvalgisi 2 yil burungi. 2 yil burungi. 2 yil burungi. Endi shu paytda uni davolaganingizda bu normada yuraveradi. Aroq ichmasa, sigaret chekmasa, o'zini ehtiyot qilsa yuraveradi. Bu bugungi nimamiz emas. Endi uzri qassobga borsang yoraman deydi.
Buni ko'ryapmiz-da, lekin shunaqa holat bilan institutda o'qib yurgan bemorlarimiz bor va bu bitta emas. 500 dan ortiq desak bo'ladi. Chunki butun dunyo bo'yicha keladi bizga. Shu. Yana savollar bo'lsa bering. Bolani yiqitmang, bo'ldi, muammo yo'q. Yana muammo. Biz muammoni shu Endi, qo'yaman degan shu bolangizni boshi terisi ham ozgina anaqa jarohat topdi. O'shuni o'rni ham bo'lib turadi, lekin bu ichkarida muammo yo'q-da. Hozir yana ko'ramiz. Mana shu joy yoqmayapti, lekin bu rasmlar diskda ko'rilmagan hisoblanadi. Vrachga aytadi, bu yerda muammo bor deb yozmayapti ham. U ham yozmayapti, narigisi ham. Qani ko'ramiz. ozgincha temperaturada yuradi. Doim temperaturada yuradi. Necha temperaturada yuradi? Men o'lchab ko'rmadim. Qanday bilasiz? O'sha payti Ya ushlagan payti issiq bo'lishi hisobga kirmaydi. Tushundingiz? Doimiy o'lchab, aniq faktlar bilan gapirish kerak. Tushundingiz? Boshi issiq turadi. To'g'ri, dalekosefaliyasi bor, xronifal kista bor, lekin temperaturada bunaqa yasholmaydi bola. Tushundingiz? 37.2 ham chegaradosh holat bo'lib, klinik jihatdan namoyon bo'ladi, o'zining belgilarini beradi. 37 Doim yuradi. Yo'q. Nokishga borib shunda tushganimizda o'lchab ko'rishdi, temperatura 37,5 chiqdi. Bundan keyin o'lchamadingiz. O'zingizda o'lchab turish kerak. To'g'ri, bunaqa bolalarda boshida shunaqa temperatura tushmay turib oladi, lekin keyinchalik bunaqa sog'lom yurgan bolada temperatura 37,5 bo'lishi mumkin emas. Gramzingizni olib keling. Nokishga borganimizda shu nimaga tushmasdan oldin o'lchab ko'rganda 37,5 chiqdi. Endi o'sha kuni bordirda ko'raylikchi. Lekin bu yiqilishdan avvalgis. Yo'q, yiqilgandan keyin. Yiqilgan kuni o'z bo'ldimi? Yo'q. Yiqilgandan keyin 5 kundan keyin, 4 kundan keyin. Necha kun bo'ldi yiqilganiga? 10 kun. 11 kun bo'ldi. Bolani xulosasi ma'lummi? Bu 1 yoshdagisiniki bu. Qani, 1 yoshdagi ham o'zgarmagan ekan. Buni xulosasi Bunikini topa olmadim. Mana qashqa topa olmadim men. Yo'q, mana bu 1 yoshdagisi. 1 yoshligisi. Mana 1 yoshdagisi ham o'sha holat. Qashqa holat mana sanasi. Mana 24 1 yoshda ham Mass Effect bo'lgan. Просто bosh kichikroq bo'lgan. Kichikroq bo'lgan. Lekin shakli shamoyili o'zgarmagan. Когда у него был годик, тоже такое же изменение, да, потому что головной мозг растет, соотношение изменилось, то есть равномерно изменилось, но определенных каких-то изменений в сторону увеличения именно гипертензивным способом я не вижу. Yana, savol bormi? Bu очень дальность qismasi keladi.